Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun yangi qurayotgan bog'imizga olib boriladigan suv masalasi bo'yicha gaplashamiz. Mana hozir tog'i tegidaman. Zarshax tog'ining tegida. Mana bu joydan buloq chiqqan mana. Bu buloq suvini asmasa quvurga olib bog'ga yo'naltiramiz. Bu yerda boshqa yer egalari ham bor. Bu yer egalari ham mehnat qilishgan, mana o'zlarining shlankalari, ya'ni o'sha plastmassa quvurlari bilan suvni olib borishgan. Albatta ularni ham mehnatini hurmat qilgan holda mana shu yerdan chiqayotgan va tosh tagiga singib ketayotgan suvni tartibga solib bog'ga yo'naltiramiz. Mana e'tibor bersanglar, mana shu tosh orasida suv bor. Ya'ni suv isrof bo'lib turibdi. Suv tanqisligi paytida hozir biza shunaqa yechim qilishimiz shart. Mana bu yerda yer egalari, yonimizdagi yer egalari shunaqa yechim qilishgan. Buloq suvini yo'naltirib bog'ga olib ketishgan. Suvdan oqilona foydalanmasak, yildan yilga muammo bo'lib boryapti. Hozir men Zarshox tog'ini, ya'ni etak tomonidaman. Hozir etakda turganligi uchun tog'i asl ko'rinishi videoda aks etmagan, ko'rinmagan, ya'ni juda ham tabiati chiroyli joylar. Suv masalasini shu yo'l bilan hal qilishimiz mumkin. Mana shu yo'ldan olib ketiladi. 2000-yillar atrofida qishloq aholisi o'sha yer egalari hashar yo'li bilan quvurlarga solib olib ketgan ekan bu yerda. Biz ham hozir shu suvdan ya'ni singib ketayotgan, isrof bo'layotgan suvlarni tartibga solib, qo'limizga yetarli darajada, albatta boshqa dehqonlarning mehnatini hurmat qilgan holda suvdan foydalanamiz. Mana shu men hozir yurayotgan oyog'imning tagida quvur yotqizilgan. Ya'ni men aytmoqchimanki, shu quvurga suv ko'paytiramiz. Hozir suv quvurda to'lib oqmayapti. Biza boyaga yo'qolib shag'alli tagiga singib ketayotgan suvni tartibga solib ko'paytirmoqchimiz. Mana shunaqa joydamiz. Zarshox tog'ini nimasi ko'rinib turibdi, cho'qqisi ko'rinib turibdi mana. Dengiz sathidan taxminan 1200 metr balandda biza. Endi hisob kitoblar aniq adashishi mumkin, lekin kitoblarda o'qigan ma'lumotimga ko'ra bu tog' 1200 metr balandlikda joylashgan deyiladi.